Hozirgi kunda Jahon sog'liqni tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 1,5 millionga yaqin inson yo'l transport hodisalari oqibatida halok bo'lmoqda. Bu miqyos bu raqamlar O'zbekiston hududida 10 mingga yaqindir. Ularning 35-40% yo'l transport hodisalarining tezligi oshishiga sabab bo'ladi. Bunday muammoga albatta bizga zamonaviy yechimlar lozimdir. Bizning bu yechimga munosabatimiz speed control tizimini ishlab chiqdik. Bu speed control tizimimiz bizda avtomobil yo'l transport hodisalarida tezliklarni avtomatik boshqarish va uni nazorat qilish tizimiga egadir. Bu g'oyamizning ishlash prinsiplari. Birinchi o'rinda kamera orqali yo'l belgilarini aniqlaymiz. GPS orqali hududdagi tezlik cheklovini belgilaymiz. Haydovchi tezlikni oshirsa, ogohlantirish beriladi. Zarurat tug'ilganda tezlik avtomatik cheklanadi. Tadqiqotlarimizga ko'ra, bu g'oyamizning ishga yo'lga qo'ysak, qanday natijalarga kelib kelinadi? Yo'l transport hodisalari 20-30% ga kamaytiramiz. O'lim holatlarini 10-15% ga qisqartiramiz. Yoqilg'i sarfini esa 10-15% ga tejaymiz. Afzalliklarni aytsak, inson omilini kamaytiramiz, aqlli transport tizimini yaratish, Smart City konsepsiyasiga mos ravishda ishlab chiqish, ekologik toza transportni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu loyihamiz transport tizimining kelajakdagi loyihalari hisoblanib, bu bizga aqlli shahar konsepsiyasiga ham bog'liq ravishda ishlaydi.